Assalomu alaykum ahli dunyo. Barchangizni bugungi Navro'z bayramingiz bilan muborak etaman. Ko'qitang bolalari nomidan muborakbod etaman. Kechagi hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Mana bugun havo pasmurniy, havo yopiq, yomg'ir yog'yapti bizda, quyib yog'yapti. Shuning uchun dalalarga boradigan rejalarimizni to'xtatib, bolalar bilan taom tayyorlamoqchimiz. Bugun biz sizlar bilan eng oddiygina erinchoq degan bilinchik tayyorlamoqchimiz. Bu bilinchigimiz alohida tayyorlamaydi. Mana bunday listga to'kiladi. Tarkibi bilasiz, bilinchik nima, hammangiz qilib yurgan narsasiz. Buning uchun 4 ta tuxum chaqamiz, boringki 5 ta tuxum chaqamiz. Davom etib aytaman, salgina chayin soda solamiz. Diyorbek, tanishtirib o'tsangiz-chi bolajonim? Nimalar bor? Osh tuzidan salgina, gul yog'i, o'simlik yog'i, 2 ta sut, 3 ta un, 2 ta bitta shakar, keyin tuxum, keyin chaqildi, vanilin. vanilin. Qani vanilinimiz? Vanilin bitta to'liq pashka soldingizmi? To'liq pashka soldingiz, aralashtiring. Aralashtirib, biz ketma-ket hammasini solib boshlaymiz. Boshladik. Endi navbatdagi narsa nima solinadi? Qisqasi mana shu bilinchikning suyuqligida, quyuqligida qilib xamir qilasiz. Uni alohida pishirib o'tirmaysiz. Vaqt tejash maqsadida sразу mana shu listga qo'yib, где-то 20 daqiqa pishirib olib, azizlarim, bundan siz hattoki pizza tayyorlashingiz mumkin. Tayyor sizga tagi xomashyo. O'shani ustini bezab bolalarga pizza qilib berishingiz ham mumkin. Biz ham harakat qilamiz. Agar 2 ta listka bo'lsa, bittasiga yuzga pizza qilib beramiz, ikkinchisini balkim boshqa narsa o'rab beramiz. Bayramda har qancha qilsangiz ham aziz, chunki bolalar bayram bilan xursand. Bular ichisi qilyapti. Mana bugun yomg'ir, dalaga mayobga chiqishlari kerak edi, bo'lmayapti. Bolalar kayfiyatlari yo'qroq. Shuning uchun harakat qilaylik, ko'proq bularga narsa pishirib ber. Mana kimdir musiqadan olyapti o'ychin alamini, kimdir konsert ko'ryapti, Navro'z tantanalarini ko'rishyapti. Xullas, bayram deb o'tsin azizlarim. Bayram juda yaxshi narsa, bolalarning kayfiyatini, kattalarning kayfiyatini ko'taradigan. Mana bu o'simlik nima deyishingiz mumkin azizlarim? Bu petrushka. Ko'rdingizmi, qanday o'sib ketgan petrushkalar? Bu yilgi yomg'ir bilan. Juda chiroyli, ajoyib o'simlik. Tabriklar davom etmoqda azizlarim. O'zbek tilini bilmaydiganlar uchun. Hello everybody. Hello subscribers of Ko'qitang bolalari. Are you okay? Is everything okay with you? Happy Navro'z. I wish you peace, health, happiness, blessing of flowers in spring. Rahmat. Mana kim o'zbekchani bilmaydiganlar bo'lsa, dunyo bo'yicha har xil til bor. Chunki mana inglizlar tushundi shekilli. Nima desa ham tabrik bo'ldi. Biz tushunmasak ham tushundik. Tojiklar bor. Oilamizda ular ham tabriklashadi hali. Bizning oilamiz sermillat. Bizning Ko'qitang sermillat tog'. Bunda tojiklar, o'zbeklar, ruslar ham bor edi, dog'istonliklar bor edi. Hammasini bolalar bitta maktabda o'qishardi. Juda ajoyib bayram Navro'z. Yana. Hamitona bayram kati muborak mut bikunim. Bayram hamitomba nag'zi kayfiyat baxshida kunam. هر روزتان بیرم شود گفتی علی شیر نوایی.
Biz mana bu bilinchikni qo'shib tayyorlaganimizdan keyin sizga tayyor holatini ko'rsatamiz. Harakat qilamiz ko'rsatishga. Hali taomlarimiz davom etadi. Chunki bugun yomg'ir. Yomg'irda taom tayyorlashdan boshqa nima ish qilamiz? Albatta taom tayyorlaymiz. Taomlaringiz mazali bo'lsin. Bolalar xursand bo'lsin, varraklar ushsin. Boz Navruz omadu, dil shud javonu, ko'hna shahr, ko'hna manzil javonu, mehr bedor shud, dahaf osmonu, oftoba eng puruzu surfidonu. Toba Navruz digara hammamona rasonu, xalqa dehqon سرنوشت از نوشت نو نوشت یا نخور و جفت کردی دانه کشت گفت دهقان و ای خداوندا زمین و آسمان و تا و نوروز دیگر هممان رسان و Rahmat, mana ko'xtang bolalarning onalarini tabriklarini eshityapsiz. Bolajonlarga qanday tabriklar qilyapti. Bolalar, ona tillaringizni ikkita-ikkaligini bilasizlarmi? O'zbek tili va tojik tili, o'zbek tili va ingliz tili. O'rganinglar onalaringdan. Repetitor kerak emas sizlarga. Nasib bo'lsa, hammalaringiz ota-onangiz baxtiga sog'-salomat yuringlar. Ko'xtang bolalar yana bir karra barcha bolalarni tabriklab qoladi. Barchaga bayram kayfiyati hamohang bo'lsin. Hech kim hech qachon yomon kunlarni ko'rmasin. Osmonimiz musaffo, dunyomiz tinch bo'lsin. Hamma baxtli, saodatli bo'lib yursin, eson-omon yursin. Yana bitta tabrik eshitamiz. Hammaga Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Ko'xtang bolalarni kuzatishda davom eting. Navro'z bayrami yana muborak bo'lsin. Rahmat azizlarim, rahmat.